Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizani kuzatib turgan mehmonlar. Bugun sizlar bilan birga ham kartoshkali, ham qiymali bilinchiklarni birgalikda tayyorlaymiz. Shunaqa ranglar chiroyli, zo'r bo'lib chiqadi. Mazalari ham juda ham zo'r bo'ladi. Qani bo'lmasa birgalikda boshladik. Qiymali bilinchimizga kerak bo'ladi 250 gram qiyma, 3 dona piyoz, 1 choy qoshiqda zira, tabga ko'ra tuz kerak bo'ladi. Kartoshkali bilinchigimizga bo'lsa 4 dona kartoshka, 2 dona piyoz kerak bo'ladi. Hozir birinchi bu kartoshkalarimizni bo'laklarga bo'lib qaynatishga qo'yamiz. Piyozlarimizni bo'lsa mayda qilib to'g'raymiz. Hozirgi masalamizdan 10 ta qiymali bilinchik hamda 10 ta kartoshkali bilinchik chiqadi. Mana kartoshkamizni ham shu bo'laklarga bo'lib qozonchamizga suv solib qaynatishga qo'yamiz. Bitta choy qoshiqida tuz solamiz. Mana kartoshkamizga bitta choy qoshiq tuz ham soldik. Mana sekin qaynashni boshlayapti. Qaynab chiqqandan keyin pasaytirib qo'yamiz. Bu yerda bo'lsa kartoshkamizni piyozni to'rab qo'ydik. Buni yog' bilan qo'rib piyozlab olamiz, pyurega aralashtirish uchun. Bu yerda bo'lsa mana 3 ta piyozni to'rab maydalab qo'ydik. Qiymamizga solib hozir aralashtiramiz. Mana qiyma bilan piyoz bitta idishga soldik. Endi ustiga ziralarni solamiz. Mana zira ham soldik. Endi 1,5 choy qoshiqida tuz solamiz. Mana endi hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Qiymamizni. Mana qiymamizni aralashtirib oldik. Bu yerda tovamizga 50 ml yog' soldik. Endi bo'lsa qiymamizni solib qovuramiz. Mana endi yaxshilab aralashtiramiz. Gazimizdan keyin past qilib qopqog'ini yopib qo'yamiz. Mana yaxshilab aralashtirib oldik. Endi tovamizdan qopqog'ini yopamiz. Yopib qo'ydik. Ora-orada qo'llab turamiz. Gazni juda ham past qo'yamiz. Kartoshkalarimiz qaynayapti. Yaxshilab ezilib pishish kerak. Shunda kartoshkali bilinchigimiz mayin bo'ladi. Mana bilinchimizning qiymasi tayyor bo'ldi. Yarim soatda tayyor bo'ldi. Endi buni o'chirib qo'yamiz. Bu yerda bo'lsa hali kartoshkamiz qaynayapti. Uni tuzlarini ko'rib to'g'rilab qo'yamiz, hali qaynaydi. Mana kartoshkamizga yana ozgina tuz soldik, aralashtiramiz. Tuzlarni ko'rib turamiz, normal bo'lishi kerak. Endi bo'lsa tovamizga yana 50 ml yog' solib, boya kartoshkali bilinchimizni piyozlarini qo'rib olamiz. Mana piyozlarimizni soldik. Endi gazimizni past qilib qo'yamiz, yaxshilab aralashtirib qo'yamiz. Ora-orada aralashtirib turamiz. Piyozimizga ozgina tuz sepib qo'yamiz. Shunda mazali bo'ladi piyozimizni. Endi bo'lsa bilinchimizning xamirini qo'yamiz. Bizga kerak bo'ladi 700 ml sut, 300 gram un, 3 dona tuxum hamda bitta choy qoshiqda tuz, 2 choy qoshiqda shakar kerak bo'ladi. Hozir idishimizga tuxumni chaqib, tuz, shakarlarni solamiz. Mana idishimizga 3 ta tuxumni chaqib soldik, shakar bilan tuz soldik. Endi venchikda yaxshilab aralashtiramiz. Mana venchikda yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi buni ustidan sut solamiz. Sutni ham soldik. Endi yaxshilab yana aralashtirib, undan oz-ozdan solib aralashtirishni davom ettiramiz. Mana unimizdan ozgina soldik, endi aralashtiramiz. Unimizni birdaniga hammasini so'ramaymiz. 3-4 bo'lakka bo'lib massamizga solib aralashtirib, keyin yana solib hammasini shunaqa qilib aralashtirib olamiz. Mana unimizdan hammasini solib aralashtirib oldik. Massamiz bir xil massaga keldi. Endi bo'lsa idishimizga 300 ml shaqillagan qaynoq suv solamiz va qoshiq uchida ozgina chang soda olib suvimizga aralashtiramiz. Mana aralashtirib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi bo'lsa bu suvimizni massamizga qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. Qaynoq suvimizni quyamiz, chang soda aralashgan. Yana uni yaxshilab aralashtiramiz. Endi bo'lsa xamirimizga 8 osh qoshiq yog' solamiz. Yaxshilab bitta aralashtirib, ustini yopib qo'yamiz. Mana yog'imizni soldik. Endi venchikda aralashtirib olamiz yaxshilab. Bu yerda bo'lsa kartoshkamiz pishdi, tayyor bo'ldi. Mana anchagina suv bor edi, shuncha qaynadi. Endi buni o'chiramiz.
Piyoz dog'i ham mana tilla rangga kirdi. Buni ham o'chiramiz. Kartoshkamizga yarim suvini to'kib tashlaymiz. Qolganini pyure qilib yaxshilab ezib olamiz. Mana yarim suvini to'kib oldik. Endi yaxshilab ezib olamiz. Mana mayingina pyure bo'ldi. Endi ustiga piyoz dog'imizni solamiz. Mana piyoz dog'imizni ham soldik. Endi buni yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana pyuregimiz mayin bo'lib zo'r tayyor bo'ldi. Mana birinchimizni ustini yopib qo'ygan edik. Endi pishirishni boshlaymiz. Mana xamirlar tayyor bo'ldi. Birinchi bilinchimizni pishirayotganda nomiga yog' solib, hamma yog'ini yo'laveramiz. Nomiga yo'lab oldik. Endi o'rta olovda pishiramiz bilinchilarimizni. Mana bilinchilarimiz shunaqa teshik-teshik bo'lib, chiroyli bo'lib pishib. Mana oldin bir tarafini qizartib oldik, yana o'g'ir oldik, ikkinchi tarafini qizartib pishiramiz. Hamma birinchilarni shunaqa chiroyli qilib pishirib olamiz. Birinchi marta pishirayotganimizda ozgina yo'laveramiz tarafdan, qolganiga umuman yog' surilmaydi, o'sha bo'yicha chiqadi. Mana qiymali bilinchimizni tugishni boshlaymiz. Qiymamizdan bitta osh qoshiq solib tugamiz. Mana qiymasidan soldik. Endi ikki taraf o'rtaga olamiz va dumaloq qilib o'rab chiqamiz. Mana shunaqa chiroyli qilib bo'lib chiqyapti bilinchimiz. Kartoshka bilinchimizga ham bir osh qoshiqda kartoshka solib tugamiz. Mana pyurelarni solib buni ham tugib oldik. Mana shunaqa chiroyli chiqdi. Hamma bilinchiklarimizni shunaqa tugib olamiz. Mana bilinchiklarimiz tayyor bo'ldi. Mana bu yerda ham tayyor bo'lgan. Birinchimiz tayyor bo'lguncha bolalar ozgina xamirlarni yeb qo'yishdi. Shuning uchun kartoshkalarimiz ozgina kamroq bo'lib qoldi. Sizlar ham qilib ko'ringlar, juda ham mazali zo'r chiqadi, yumshoqqina, mayingina bo'lib chiqadi. Agar resept yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Yana yangi videolarda uchrashguncha.